Assalomu alaykum. Agrobiznes xodimlari, ishqibozlari. Biz endi xonadon shakli sharoitida bog'dorchilik qilib turamiz. Mana kecha uzumlarni nima qildik ko'chatlarda. Endi bugun mana uzumlarni o'rayapmiz. Yoshlarini ko'mdik. Yosh ko'chatlar. Santimetr, 8 santimetr yana kesib olib yakkalarni yakka uraymiz, iloji yo'q. Bunaqa qo'shiladiganlarni qo'shib uraveradi, bir-biriga yaqinlashtirib. Mana yana kelmaydi ekan. Mana bunga ulaganmiz mana. Kelaver. Ha. Ha, masjidgami? Ha. Telegramga yozib qo'y. O'shaqa narsalarni e'lon qiladi deb Telegram ochdim. O'shani yozib qo'ysang. Endi uyimga aytmayman, men Telegramga tashlashim mumkin. Endi uyimga aytgan vaqtim yo'q. Xo'p. Hozir o'rab mana do'stlar. O'rab baylab qo'yasizlar, qochib ketmaslar. Yechilib ketmaslik uchun. Endi ko'mishga iloji borlarni ko'mish kerak. Iloji yo'q, ko'mishga yotmaydiganlarda o'raymiz, iloji yo'q. Varianti shu. Hozir mort yotqizaman desa sinib qolyapti yangi navdalar. Yangi ko'chatlarni mana ko'mdik. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qatorga qanot qilinadi. Sinmaydan tortiladi. Ikki qator sinib tortiladi. Bir qator uzunimiz bilan ikki qator bo'ladi shunda. Omon bo'linglar.